Hammaga salom aka, barjoyim kanaliga xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Obunachilar, qaranglar. Sizga mantiqiy savol. Hozir men bitta qog'ozga misol yozgandim. Rim raqamlarni. Kim agar o'shani to'g'rilab, menga agar kommentariyada to'g'riladim deb yozsa, demak uni miyasi zo'r ishlaydi. Ham aloch. Ana boshladik. Qanday qilib birdan masjidagi bitta cho'pni masjidga shunday qo'yish kerak? Natija tenglik hosil bo'lishi kerak. 2 hosil bo'lishi kerak. Buning uchun biza mamutdagi uchi cho'pini olib, o'rtaga qo'ysak, 1 ga 1 2 chiqadi. Demak, to'g'ri javob mana mamutga uchi olib qo'ysak, 1 ga 1 javob 2 chiqadi. Ko'proq video chiqish xohlasanglar, videoga like bosinglar, kommentariyaga magnit quloqchalarni bosib qo'yinglar. Tushundinglar? Men o'zim mamlakat video chiqardim. Unda qanday ism hosil bo'ladi nomli video chiqargandim. Buni topish to'g'ri qiyin, lekin bunga miya kerak. Miya kerak bunga. Ko'p kitob o'qigan bola mana shuni yecha oladi. Mana men buni ham chizgandim, emblema, BYD. Men rasm chizishni o'zi yaxshi ko'raman. Rasm chizish bo'yicha juda qiziqaman. Rasmlarim ham yo'q ekan. Shuning uchun meni o'rtoqlarim rassom deb atashadi. Rasmni zo'r chizaman, tasvir san'atda ham bitta ustoz rasm bersalar, 2 minutda bitta rasm chizib olaman. 2 ta rasmni 4 minutda, 3 ta rasmni 12 minutda chizaman. Men kundaligimni, lekin yana bir kuni oxiri yig'amanda, o'sha 5 baholarimni yig'amanda sizga kino qilib ko'rsataman. Qaranglar, like bosinglar. Mana alochiligim uchun, internetni yaxshi bilganim uchun mana hozir video olaman. Videolarni ham qo'yishni o'zi bo'lmaydi. Bilyapti. Men ozmash olayotgan bitta videoyimni shunday YouTube'ga kirsam, 5 ta, xullas 10 ta videolar o'rtasidan topaman. Shuning uchun bolalar, telefon o'ynayvermanglar. Men to'g'ri video olishga majburman, chunki mening kanalim bor. Agar kanalimni ochmasam, podpischiklarim kamayib ketadi. Shuning uchun siz o'qinglar. Mana karrani yodlaganman, karra jadvalni ko'paytirishni bilaman. Ko'paytirish bilganim uchun ham bo'lishni bilaman. Shuning uchun har doim 5 olib kelaman. Bolalar, sizlarga yana bir marta qilaman. Rasm chizishga, muzikaga, hatto matematikaga ham, internetga qiziqinglar. Nimaga bizlarni bolalar qila olmaydi shu ishni? Qilinglar hammanglar. Keyingi videolar ko'rishguncha xayr.